qo'lingdan faqat telefon tarqatish keladimi? Ro'za oyida ehson ham qilib tur. Aka, siz tomosha qiling, joyi bor. Akmal, mana shu qizcha. Assalomu alaykum. Qanday? Qizga mehrim boshqacha tushib qoldi-da, asal qizim. Assalomu alaykum onajonim, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Tuzomisiz opajon? Ha. Shunday. Sog'liklaringiz yaxshimi? Tinchmisiz? Yo, yoting opajonim, yoting. Nima qilmang? Bezovta bo'lmang. Ilohim amin. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Ilohim opamizga Alloh shifo berib, yaxshi bo'lib ketsin. Ilohim, aytgayiz kelsin. Opani mana qorni ishib ketgan 7 litr suv bor ekan. Apajon, xudo xolasa nasib bo'lsa, ertaga sizni olib ketamiz, shifoxonaga yotqizamiz. Qanaqa ko'z kamchiliklari bo'lsa agar, inshaalloh hammasiga o'zimiz bo'lib, hammasini yaxshi qilamiz. Xo'p? Ko'ngil to'q qiling. Avvalo hammasi Allohdan, xudo xolasa nasib bo'lsa agar tuzalib ketasiz. Xo'p, maylimi? Keyin opajon, endi men hozir sizga ozginagina nimam bor edi, ehsonim bor edi, bilaman. Bu narsa sizda polностью tuzalib ketishingizga nima bo'lmasa ham, mana bu sizning dori-darmoningizga ozgina 5 million nima ehsoncham bor. Shuni o'zingiz qabul qilib duo qilib qo'yasiz. Maylimi? Albatta, qo'ldan kelgancha mana shu videolarni ko'proq like bosib tarqatsalaringiz, biz mana shu oilani olib chiqdik. 2 kunda ichida ancha mablag'lar yig'ilib qoldi, ozgina qoldi. Xudo xohlasa, uni ham yig'sak, iloji bo'lsa Hindistonga jo'natib yuborib, o'zimiz bosh-qosh bo'lmoqchimiz. Hammalaringizga katta rahmat. Akmaljonga ham alohida katta rahmat shu kelganligi uchun. Qizim, bitta narsa, men hammaga telefon berib yuraman-da. Xayol bilan senga telefon esimdan chiqib ketib qopti-da. Ertasi kun kelaman men, senga yana bitta telefon berib ketaman. Xo'pmi? O'zing uchun. Xo'p? Maylimi? Xo'p, charchama. Yangi telefon olib bersa, xursand. Qanaqasini olib kelib beray? Samsungmi, Redmimi, Honormi? Honor olib kelib beray. Bo'ldi. Qizim, kecha Akmal akangiz keldi. Akmal akangiz sizga nima va'da beruvdi? Sizga telefon olib kelib beraman deb va'da berdi. Ertasi kun kelaman men, senga yana bitta telefon berib ketaman. Xo'pmi? O'zing uchun. Qanaqasini olib kelib beray? Samsungmi, Redmimi, Honormi? Honor olib kelib beray. Bo'ldi. Qanaqa telefon olib kelib beraman dedi? Honor telefon. Mana o'sha Honor telefon. Rahmat sizga katta. Akmal akangizga nima deysiz? Rahmat sizga. Duo qilib qo'ying bitta. Amin. Ayam yaxshi bo'lib ketsin. Menga bir berdilar, Xudo sizga ming bersin, Allohim. Allohu akbar.